Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli xaridorlarimiz, obunachilarimiz. Yangiligimiz chiqdi. Bunaqangi chiroyli prosina letnisi bo'ladi. Ikkita nalichkasi bo'ladi bularda. Bularimiz O'zbekiston ishlab chiqarish, ammo sifati juda ham zo'r. Materiali Xitoy, prosta o'zbek chok. Hozir buni ochib, men sizlarga obzorini qilib beraman. Bularimizda hozirda ikki xil rassetkasi bor. Mana bularimiz bunaqangi mayda chokli, yuvib ishlatadigan juda ham chiroyli materiali jatka bo'ladi bularda. Mana bunaqangi prostinasi bo'ladi bularda. Bilasizlar, jatka material juda ham zo'r material. Nalichkasi mana 50-70 nalichka bo'ladi. Sifati juda ham zo'r. Letnisi mana qirg'oqlari bunaqangi varaqchali, kurjavali letnis nimasi bo'ladi ustida. Bular hali qattiq emas, mana ko'rib turganlaringdek juda ham yumshoq, badanga yopishadigan, bunaqangi hali nima qilmay, behuzur qilmaydi. Materiali juda ham zo'r. Bularimizdan tagi bor. Narxlari bilan gruppaga tashab qo'yamiz. Mana rasvetkalari. Hozircha ikki xil rasvetkada bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Narxlar bilan gruppaga tashab qo'yamiz.